Ushbu Daroshkani hozirgina $1000 ga ko'zimiz oldida solib ketishdi. Kalinskiy massiv shundoqqina Ansor milliy taomlar yonginasida 5 qavatli binomiz 4-qavatida 211 kvadrat 5 xonali xonadonimiz obzorga kelganmiz. Bu xonadonimizning kirish qismi bo'lib, kafel qismlari 100% yo'pli bo'lib qo'yilgan. Ushbu Daroshkani hozirgina $1000 ga ko'zimiz oldida solib ketishdi. Kirib kelganimizda bu tomonimizda общий sanuzel. Ushbu xonadonimizda 3 ta konditsioner, 2 tadan televizorlari mavjud. Bu tomonimizda garderobniy qismi. Ushbu xonadonimizda juda mayda detallargacha e'tibor berib remont qilingan ekan. Shundoqina yonginasida bolalar yotoqxonasi. Ushbu xonamiz gostyovoy qismi ekan, juda chiroyli ishlanib remont qilingan. Lyustralari ham o'zgacha. Ko'pchilik bizdan so'rayotdi, katta kvadratli kvartira topib bering deb. Ana endi kelaverasizlar o'sha katta kvartira so'raganlar uchun. Ushbu xonamiz общий zal. Xonalari ham juda keng. Ushbu xonadonimizda o'zining balkoni ham bor. Balkondan tashqarini ko'rsatsak. Balkonlari ham mavjud. Bemalol shahar tomosha qilsangiz ham bo'laveradi. Общий zalimizni shundoqqina yonida kuxnya qismi bo'lib, kuxnya ham 100% jihozlab qo'yilgan, televizorlargacha qo'yib qo'yishgan. Ushbu xonadonimizga kiyimingizni olib kelib, bemalol yashasangiz bo'laveradi. Biz qolgan hamma jihozlar mavjud. Ushbu xonamiz kattalar yotoqxonasi bo'lib, shkaflargacha qo'yib qo'yishgan ekan. Chiroyli remont qilingan xonadonimiz. O'zining отдельный sanuzelga ega. Ushbu xonadonimiz egalari tomonidan har bir kvadratini $690 dan baholashyapti. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.